Talaba asari amerikalik mashhur yozuvchi Tara Westover tomonidan 2018-yilda nashriyotga topshirilgan. Asar dunyo yuzini ko'rgandan boshlab juda ham katta muhokamalarga sabab bo'lgan. Asarning asl nomi Educated. Ko'rib turganimizdek, asar to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinmagan. Educated to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinganda bilamiz, ilmli, ma'rifatli, ilmlangan degan ma'nolarni anglatadi. Asarda memuar asar. Asarda bosh qahramon Tara Westover o'zining hayotida o'tgan kechinmalari, bilim yo'lida, ilm olish yo'lida qiynalganlari, boshdan o'tkazgan murakkab vaziyatlarni ko'rsatib o'tadi va qiz bola uchun ilm olish qanchalik qiyinligi, uning juda ham radikal qarashlarga ega bo'lgan otasining qarshiliklari ilm olish yo'lidagi juda ham keng, chiroyli tasvirlangan. Tara Westover o'zining boshdan o'tkazgan voqealarni yoshligidan boshlab aytib o'tadi. Asar Tara Westoverning yoshligidan boshlanadi. Xo'p, AQShning kichkinagina bir Aydaho shtatida, tog'li, bir chekka hududda, odamlar kam yashaydigan hududda tug'ilgan Tara dadasining temirxonasida ishlab katta bo'ladi. Ular oilada 7 ta farzand bo'ladi. 5 ta akasi va bitta opasi. Tara 7 ta farzandning eng kenjasi bo'ladi. Ulardan farzandlardan ba'zilari hattoki maktab bilimini olmagan, umuman hech qaysi maktabga bormagan. Ba'zilarida hattoki tug'ilganlik haqida dashi guvohnoma ham yo'q bo'ladi. Tasavvur qiling, hattoki tug'ilganlik haqida guvohnomasi ham yo'q. Uning dadasi juda ham radikal qarashlarga ega bo'lgan diniy inson bo'lib, hukumatga juda ham qarshi chiqadi, hukumatdan nafratlanadigan inson bo'ladi. Bunaqa radikal marmon oilasida tug'ilgan Taraning hayoti juda ham qiyin kechadi. Dadasining temirxonasida ishlaydi yoshligidan boshlab, maktabga umuman bormaydi. Diniy oilada tug'ilganligi uchun faqatgina yakshanba kunlari ibodatga boradi xolos. Xo'p, faqat shunga qaramasdan uni akasi Tayler o'qishga qiziqishi, musiqaga qiziqishi orqali singlisi Tarani ham o'ziga maftun etib, o'qishga qiziqishini uyg'otadi unda. Akasi Tayler yordamida matematikani o'rganadi va Tayler aytadi, "Sen o'qishga kirishing kerak, sen iqtidorli qizsan juda ham, o'qishing kerak" deganda, boshida dadasining radikal fikrlari orqali Tara uchun o'qish juda ham bir xavfli narsa, hukumat tomoniga o'tib ketish, shunaqa xavfli jarayon deb hisoblagani uchun o'qimaydi, lekin Taylerning qistovlari bilan u matematikani o'rganishni boshlaydi va o'zi uyda ilmga chanqoqligi tufayli o'zi uyda kitoblar o'qib, imtihonga tayyorlanishni boshlaydi. Imtihonga tayyorlanib, kollejga avval ACT imtihoniga kiradi va undan so'ng shahardagi universitetga kiradi. Bir marta yiqilib, ikkinchisida 28 ball to'plab, yuqori ball to'plab universitetga talabasi bo'ladi. Tasavvur qiling, temirxonadan chiqqan, hattoki uyda harflarni onasi o'rgatgan bo'ladi. Temirxonadan chiqqan, hattoki harflarni zo'rg'a biladigan qiz universitet talabasi bo'ladi. Universitetda borganda tushunmaydi darslarni, ma'ruzalarni tushunmaydi, fanlarni tushunmaydi. Chunki bilamiz, elementar boshlang'ich bilimlarga ham ega bo'lmaydi qiz. Keyin u bor fikr xayolini faqat o'qishga beradi. Kuni bilan, tuni bilan o'qiydi, uxlamasdan o'qib chiqadi. Sog'ligi yomonlashsa ham o'rtada ularga ham e'tibor bermasdan o'qishga harakat qiladi. Va asosiy motivatsiyasi birinchi o'rinda stipendiya bo'ladi. Chunki dadasining qarshiliklari bilan universitetga kelgan bo'ladi u. Umuman uydagilardan moddiy yordam ko'rsatilmaydi. Shuning uchun u stipendiya olishga majbur bo'lgani uchun majburlikdan o'qiydi va universitet davomida, o'qish davomida juda ham katta stipendiyalarga ega bo'ladi. Taraning ilmiy rahbari, professor, doktor bir o'qituvchisi unga yordam beradi stipendiyalarni olishda va shaharga birinchi o'qishga kelgan yillari Tara juda ham hayron qoladi. Ochiq-sochiq kiyingan qizlarni ko'rib, hayratdan yoqasini ushlaydi. Chunki nimaga? Chunki uni xayolida dadasining fikrlari tufayli hattoki yelkasini ochib yurgan, yengini ochib yurgan qizlar ham fohishaga chiqarilgan bo'ladi. Qaraydi, bu yerda hamma mendan boshqacha edi. Men qancha harakat qilsam ham hech qachon ularga o'xshay olmasdim baribir. Oilaviy muhitim dadamning fikrlashlari tufayli deb aytadi. Ular deydi, chala marmonlar edi deydi. Ular yakshanba kunlari men bilan birga ibodatga borardi, yopiq kiyinib deydi. Lekin boshqa kunlari ular mini yubka kiyib, shortik maykalarda yurishardi. Men ularga hayron qolardim.
ularni dinsiz majusiy deb o'ylardim, lekin ular ham xuddi mendek marmon edi, lekin bir tomonda menga ham o'xshamasdi deb ta'riflab beradi. O'qishda olgan a'lo baholar tufayli, boshqa qizlarga, boshqa o'quvchilarga o'xshamagan fikrlash tufayli u qiz domlalar tomonidan, professorlar tomonidan katta muhokamalarga sabab bo'ladi. Tara o'qish davomida psixologiyaga qiziqib qoladi va dadasining bu radikal qarashlari aslida xarakter emas, psixologik kasallikligini bilib qoladi. Va bu psixologik kasallik haqida u chuqur o'rganib boshlaydi va shu mavzuda xuddi dadasini ta'riflagandek qilib ta'riflab ilmiy maqola yozadi. Bu maqolasi domlalar o'rtasida, professorlar o'rtasida juda katta muhokamalarga sabab bo'ladi va uning ilmiy rahbari aytadi: "Kembridj universiteti haqida eshitganmisan?" deydi. "Sen shu yerda stipendiya yutib olishing mumkin, maqolalar tanlovi ketyapti" deb aytadi. Keyin Tara shu paytda aytadi: "Men chet elga chiqish tugul, men chet elga chiqishni hattoki tushimda ham ko'ra olmasdim. Chunki tushimda ko'rishim uchun hech bo'lmasa xayolotim bo'lishi kerak. Men hatto chet elga chiqishni xayolimda orzu ham qila olmasdim. Xayolimda tasavvur qilishga ham o'zimda kuch topa olmasdim" deydi. Lekin domlasining qistovlari tufayli u o'sha stipendiyaga ega bo'ladi, chet elga chiqadi. Stipendiyaga ega bo'lish davrida Kembridjga borib, u yerda ekskursiyaga borib keladi. U yerni juda ham chiroyli qilib ta'riflaydi va kelib o'qishini davom ettirib, juda ham yaxshi a'lo baholari va o'zgalarnikiga o'xshamaydigan fikrlash tufayli Garvard universitetiga magistraturaga kiradi. Tasavvur qiling, oddiy qishloqi, chapani, Temurxonadan chiqqan radikal mutaassib oilasidan chiqqan qiz Garvard universitetiga magistrlikka o'qishga kiradi. U yerda ham juda ham yaxshi o'qiydi. Bu paytda yana aytib o'tilishi kerak bo'lgan voqealar bor. O'rtada juda ko'p voqealar bo'ladi. Uning eng katta akasi Shon xuddi dadasini o'zi va undan ham qattiqqo'lroq, undan ham yomonroq bo'ladi. Bu o'rtada uni juda ham jismoniy va ruhiy zo'ravonlikka olib keladi. Shon Tara endigina o'smirlik yoshiga yetgan paytlari 15-16 yoshlarida Tara musiqaga qiziqib qolib, musiqa aytadi cherkovlarda. O'sha paytda bir yigit Tarani yaxshi ko'rib qoladi. Shunchaki u yigit Tarani yaxshi ko'rib qolganligi uchun u singlisini fohishalikda ayblaydi va uni bo'ynidan ushlab, sochidan tortib, boshini untazga tiqib jazolaydi. O'zini fohishaligini tan oldiraman deb o'ylab, shunaqa qiladi. Tara bu narsalarga, bu voqealarga umuman tushunmasdi, nima uchun bunaqa bo'layotganini tushunmasdi. Chunki bilamiz, Tarada ayb yo'q edi hali. Bu orada ruhiy zo'ravonliklar o'tkazib keladi. Chunki o'zi ham bipolyar buzilishga olib kelingan, u ham xuddi dadasidek psixologik kasal inson bo'ladi, katta akasi ham. Garvardda o'qib yurgan paytlari ham ilmiy maqolalar yozadi, chop ettiradi, tezislar chop ettiradi. Uni ham juda ham yaxshi baholarga bitirib, u yerda ham katta stipendiyalar sohibi bo'ladi va universitetiga qaytganda uni ilmiy rahbari doktoranturaga universitetga topshirib ko'rishni va aynan Kembridjga topshirib ko'rishni tavsiya beradi. Bu orada u imtihon topshiradi. Imtihon topshirgan paytlarida opasi Odri bilan gaplashadi. Bu orada opasi Odri bilan gaplashgan paytda katta akasi Shon xuddi unga qilingan zo'ravonliklarni opasiga ham qilganini sezib qoladi. Va buni opasi kelishib ota-onasiga aytishga va akasiga qanaqadir chora ko'rilishi kerakligiga, bo'lmasam faqat ular emas, uni ayoli va qizi ham shunaqa aziyat chekishiga olib kelishini aytishmoqchi bo'ladi. Ota-onasiga aytganda ota-onasi ishonmaydi, isbot talab qiladi va katta akasini deb Taradan butun oilasi voz kechadi. Oilasi hammasi uni Xudoni la'natiga uchragan, qandaydir jinlar boshqaradi, buni shayton boshqaradi. Aynan shuning uchun u o'qishga ketdi, bizni tashlab ketdi, o'qimoqchi bo'ldi deb aytishadi. Chunki bilamiz, diniy mutaassib oilasida chet elga qiz ketib, ta'lim olyapti. Ular buni shayton vasvasasi deb biladi va hattoki aqldan ozginga chiqarishadi Tarani. Bu paytda butun oilasidan ayrilgan Tara juda ham katta shokka tushadi. Kembridjda o'qib yurgan paytlari depressiyaga tushib qoladi va aynan shu paytlarda doktorlik ishini u aynan shu mavzuda, oiladagi
aynan shu mavzuda, ya'ni oila mavzusida yozadi doktorlik ishini. Oila va oilada qizlarning o'rni haqida doktorlik ishi yozadi. Va oxirida u oilasi bilan ko'rishadi. Ota-onasi undan yuz o'girganda, ular u bilan gaplashmaydi. Faqat ikkita akasi u bilan hali ham muloqotni uzmagan bo'ladi. Shunda Tara aytadi, biz 7 ta farzand, bitta ota-onadan tug'ilgan 7 ta farzand, ikkita katta tafovutga ajralgandik. 4 ta farzand, hattoki o'rta maktab bilimini ham olmagan oddiy ishchilar va 3 tamiz bakalavr, magistratura va doktoranturani o'qigan doktor professorlar edik. Bitta ota-onaning farzandlari deb aytib o'tadi. Va oxirida oilam mendan ketishini sababini siz nima deb atasangiz atang. Balki xiyonatdir, balki razolatdir. Faqat men bitta narsani ayta olaman. Bu ta'lim edi, ilm edi deb aytadi. Sizga savolim bor. Ushbu kitobdan siz o'zingizga qanday xulosa oldingiz? Birinchi o'rinda ta'lim va erkinlik. Ta'lim oilada nafaqat qiz bolani, balki o'g'il bolalarni ham erkinlikka olib chiqishga keltirilgan bu asarda. Chunki Taraning ikkita akasi Richard va Tayler o'qiydi. O'qib bilim olib, alohida uy olib chiqib, moliyaviy qaramlik bo'lmaydi o'qiganligi uchun. Tara ham shunday. Ta'lim har kimsani, har bir odamni erkinlikka olib chiqib kelishi tasvirlangan bu asarda. Qiz bo'lsin, u xoh o'g'il bola bo'lsin. Keyingisi oila va ziddiyat. Oilangizga qarshi chiqish, ziddiyatlarga olib kelish juda ham katta depressiyaga olib kelishi mumkin, lekin sizlarni juda ham katta depressiyaga olib kelishi mumkin odamni. Lekin aynan shu vaziyatda Tara bir gapni aytib o'tib ketgan. Siz insonlarni qanchalik yaxshi ko'rmang, baribir qaysidir yo'l bilan voz kechishga majbur bo'lasiz deb aytib ketgan. Aynan asarni shu oilasi bilan ziddiyatga kelgan paytlarda aytib o'tilgan bu gap. Keyingisi jismoniy va ruhiy zo'ravonlik, Taraga qilingan zo'ravonliklar akasi Shon tomonidan va keyingisi o'zlikni anglash. Ta'lim orqali o'zligini anglash, o'z fikriga ega bo'lish, o'z fikrida qat'iy turish, birovlarning fikrini noto'g'ri ekanligini isbotlab berish aynan ta'lim, aynan o'zlikni anglashga olib kelgan. Masalan, asarda Tara aytib o'tadi, mening hayotim boshqa odamlarning og'zidan aytilgandi. Ularning ovozi shunaqa baland ediki, men ovozim bir kun kelib shunchalar baland bo'lishiga hech qachon ishonmagandim deb aytib o'tadi. Ya'ni bu paytda o'zini hayotini o'zi qura olishiga ishongan Tarani gaplari hisoblanadi bu. Oxirida o'zligini anglagan Tara bir chiroyli gaplarni aytib o'tadi. Men ota-onamning farzandi emasman. Men akamlarning singlisi ham emasman. Men opamning singlisi ham emasman. Men shunchaki Taraman. Men bu o'zimman deb aytib o'tadi. Bu o'zlikni anglashning juda katta va chiroyli timsoli hisoblanadi asarda. Asar juda ham og'ir asar, yengil emas. O'qish davomida agar o'qisangiz, menga o'xshab emotsional kachelalarga duch kelasiz. Hazm bo'lishi juda ham qiyin bo'lgan, lekin saviyasi juda ham baland bo'lgan asar hisoblanadi. Rahmat. Rahmat.